Hammaga assalomu alaykum. Haftani top sunklik yangiliklar bilan tanishamiz. Bugun men yangiliklarni safarda bo'lganim uchun mana shunaqangi noodatiy joyda yozyapman. Demak, birinchi yangiligimiz OpenAI GPT-5.6 va yangi bir nechta dasturlarni taqdim qildi. Aslida bu hafta OpenAI kompaniyasining haftasi bo'ldi. Juda ko'p yangiliklar e'lon qildi. Shu jumladan yangi GPT-5.6 modeli va ularni turkumiga kiruvchi Sol, Terra va Luna modellarini demak taqdim qildi. Sol dasturlash uchun token samaradorligi bo'yicha 54% ga yaxshiroq deb va'da berishdi. Ya'ni dasturlashda natija, ya'ni sifat tomondan o'sha hozirgi kunda topda bo'lgan Anthropic kompaniyasini Opus 8 modeliga deyarli yaqinlashdi. Narxi bo'yicha esa 54% ga arzonroq deb va'da berishyapti. OpenAI ni demak bu GPT-5.6 modelining eng kuchli tomoni agentik. Ya'ni agentik vazifalarda agentlar bilasiz bir nechta murakkab vazifalarni bajaradigan, ya'ni bir nechta vositalardan foydalangan holda sizga yakuniy natija bilan qaytadigan mana shunday dasturlar deylik. Mana shunday xizmatlarda ham juda ham kuchli deb aytishyapti. Va yana bitta yangilik ChatGPT kompaniyasidan bu o'sha Work dasturi. Work dasturi yuqorida tilga olingan modellar asosida ishlaydi, lekin asosiy vazifasi endi murakkab vazifalarni ishonib topshirish mumkin. Kompyuteringizda ishlaydi, kompyuteringizdagi boshqa dasturlar bilan hamkorlikda ishlay oladi. Misol uchun Google Drive ga ulana oladi. Turli xil boshqa dasturlar, masalan Word, Excel ga ulanishi mumkin va murakkab vazifalarni bajarib kelishi mumkin va shunga OpenAI o'z aslida kompaniya odamlarni taklif ham qilyapti. Aytishyaptiki, mana Work yordamida birorta bitta vazifalarni ishonib topshirib ko'ringlar. Bu misol uchun hisobot yaratish mumkin bo'lishi mumkin. Mana Google Drive ga kirsin, sizni fayllaringizni o'qib chiqsin va o'zi deylik Excelda yoki bo'lmasa Wordda chiroyli sizga hisobotlar yaratib bersin. Mana shunday vazifalarni ishonib topshirib ko'ringlar deb hammani taklif qilyapti va ishonch bilan aytishyaptiki, bu demak mana shunday vazifalarni bajara oladi deyishyapti. Bu aslida Claude kompaniyasining o'sha Cowork dasturiga bir raqobatchi sifatida paydo bo'lgan yangi dastur va yana bitta narsa, OpenAI kompaniyasi endi shu bilan birga brauzer, o'sha avvalroq Atlas degan brauzer chiqargandi, mana shu brauzerni to'xtatishni ham e'lon qildi. Ya'ni brauzer uncha bular kutgan natijani bermadi. Ishlatib ko'rganman, men ham ishlatib ko'rgandim. Juda ko'p to'siqlarga uchraydi brauzer. Ya'ni to'xtab qolaveradi. Mana shu narsani endi bular ChatGPT Work yordamida hal qilishyapti. Ikkinchi yangiligimiz SpaceX AI Grok 5 modelini chiqardi. Demak, Elon Musk kompaniyasi, SpaceX AI kompaniyasi yangi Grok 5 modelini chiqardi. Grok aslida azaldan beri chiqib kelayotgan modellardan mana 5-versiyasi chiqdi. Odatda odamlarning e'tiboridan chetda qolardi, lekin bu safar kutilmaganda dasturlashda o'sha top modellar bilan Claude 8, bitta oldingi 7 modellari bilan deyarli bir xil natija ko'rsatdi, ya'ni yuqori natija ko'rsatdi va shu bilan birdaniga odamlarning e'tiborini tortdi va ikkinchi katta afzalligi bu model 5 modeli narxi jihatdan 4 barobar arzon. Ya'ni bugungi kunda o'sha eng qimmat odatda Claude kompaniyasi o'sha Opus 8 modellari juda ham qimmat. Solishtirish uchun mana Grok 5 narxi millionta token uchun, chiqish tokeni uchun $6 qilib belgilangan va Opusda bu narx $25 ekan. Ya'ni 4 barobar arzon bo'lib chiqdi. Va bu bilan ya'ni Elon Musk ham endi aynan dasturchilarning e'tiborini tortadigan, dasturchilarni demak bozorni egallaydigan bir raqobatchi model chiqarish bilan hozir demak poygaga qo'shildi. Uchinchi yangilik. Claude'dagi maxfiy tracker foydalanuvchilarini hayratda qoldirdi. Demak, nima bo'lgan? Anthropic kompaniyasi esingizda bo'lsa, biz aytgan edik, Xitoy kompaniyalarini Anthropicni modellari yordamida o'z modellarini kuchaytirib olishda ayblagan edi va mana shuni isbotlash uchun bular nima qilishgan? Xitoylik foydalanuvchilarga Xitoydan turib foydalanayotganlarni demak Claude kodini ichiga maxsus trademark deyiladi yoki watermark deyiladi, mana shunday yashirin tracker qo'yib ketishgan. Ya'ni bilish uchun Xitoydagilar Anthropicdan yoki o'sha Claude koddan nima uchun foydalanyapti aniqlash uchun maxsus tracker qo'yib ketishgan va bu trackerni mana Thrello degan dasturchi aniqlagan, tadqiqotchi topgan va topib e'lon qilgandan keyin Anthropic kompaniyasi uzr so'radi va bu trackerni olib tashladi, lekin buni ortidan juda ko'pchilik e'tirozini bildirishni boshladi, chunki bu haqiqatdan ham xavfsizlik tomonidan yaxshi emas. Tasavvur qiling, siz hatto O'zbekistonda ishlatayotgan bo'lsangiz ham, demak mana shunday tracker yordamida siz Claude koddan aynan nima uchun foydalanyapsiz, qanday dasturlar yozyapsiz, qanday kodlar yozyapsiz, bu haqida batafsil hisobot Anthropic kompaniyasi ketib turadi. Shuni orqasidan demak Alibaba kompaniyasi o'zida Claude koddan foydalanishni taqiqladi dasturchilarga. Claude koddan foydalanmanglar dedi, chunki kompaniyalar ichida har xil dasturlar bo'ladi, ichki dasturlar bo'ladi. Ular hammasi ham maxfiy emas, lekin baribir kompaniyani ichki siri hisoblanadi. Claude kompaniyasi, Anthropic kompaniyasi mana shularga demak Claude kod orqali dostуп olgan, tracker orqali. Va bu narsa demak shov-shuv bo'lgandan keyin Anthropic uzr so'radi va bu trackerni o'chirdi. Lekin mana shunday imkoniyat borligini tushunaylik.
turli xil dasturlarda, ayniqsa agar bu dastur qandaydir maxfiy bo'lsa, davlat uchun bo'ladigan bo'lsa, qandaydir bir harbiy tashkilotlar uchun bo'ladigan bo'lsa, umuman olganda konfidensial ma'lumotlar bilan ishlaydigan dastur bo'lsa, biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana shunday trekerlar bor. 4-chi yangiligimiz Cloud Cowork endi web va mobil qurilmalarda. Demak, Cloud Cowork dasturi faqat kompyuterda ishlardi oldin. Demak, kompyuterda o'sha desktop versiyasini yuklab olib o'rnatganingizdan keyin siz Cloud Cowork yordamida o'sha kompyuterdagi turli xil vazifalarni unga yuklashingiz mumkin edi. Fayllarga dostуп berib, o'sha fayllarga tahlil qilish yoki o'zgartirish kiritish va hokazo ishlarni, demak, kompyuterda bajariladigan ishlarni Cloud Cowork bajarar edi va bu bitta kompyuter doirasida cheklangan edi. Ya'ni agar sizda masalan ikkita kompyuter bo'lsa, bitta kompyuterda bajarilgan vazifa ikkinchi kompyuterda ko'rinmasdi. Endi buni nima taklif qilyapti? Cloud Cowork mobil va web qurilmalar yordamida endi siz bularni hammasini bitta joyda ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Kompyuterdagi bajarilayotgan ishni telefon orqali nazorat qilishingiz, to'xtatishingiz yoki qandaydir qo'shimcha vazifa berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shunday qilib Cloud Cowork dasturi kuchayishni boshladi. Men o'zim Cloud Coworkdan foydalanaman. Ko'p emas, lekin foydalari bor, lekin hozircha aniq bir qanday vazifalarda qo'llash mumkin degan joylarida oqsab turadi. Cloud Cowork o'ziga yarasha ancha kamchiliklari bor, lekin shu bilan birga haqiqatan ham foydali dastur. Ya'ni odatda sizni ko'p vaqtingizni oladigan, lekin sizni e'tiboringizga arzimaydigan vazifalar bo'lsa, ya'ni mexanik, qo'lda kirib bir fayllar o'zgartirish kerak, nomlab chiqish kerak va hokazo mana shunaqa ishlarni bemalol ishonib topshirsangiz bo'ladi. Haqiqatan yaxshi ishlaydi. 5-chi yangiligimiz sun'iy intellektsiz imtihonda talabalarning natijalari 50% ga tushib ketdi. Demak, bu juda ham qiziq bir bu tadqiqot bo'lmagan, haqiqiy bo'lgan holat. Brown universitetida Roberto Serrano degan professor bo'lgan. U demak o'tgan yili universitetda juda bir mudhish voqea bo'lgan, otishma bo'lgan. Mana shundan keyin bu professor darslarni onlaynga ko'chirgan. Ya'ni keyingi semestr darslar onlayn bo'ladi degan va kutilmaganda onlayn, buni professorning darsiga odatda kamroq odam yoziladigan bo'lgan, lekin dars onlayn bo'lgandan keyin juda ko'p odamlar yozilgan. Chunki darslar ham onlayn bo'ladi, imtihon ham onlayn bo'ladi degan e'lon ketganda va juda ko'p talabalar yozilgan kutilmaganda. Professor bir tomondan xursand bo'lgan, lekin oraliq nazorat olganda talabalarni bahosi juda ham katta chiqqan. Ya'ni odatda, misol uchun siz professor bo'lsangiz, ma'lum bir fandan dars berib borasiz va odatda talabalar bu fandan qancha baho olishini taxminan bilasiz. Taxminan nechta talaba 5 oladi, nechta talaba 2 oladi va hokazo, sizda statistika bo'ladi. Va kutilmaganda mana bu yerda aytyapti, o'rtacha ball birdaniga 96 ga ko'tarilib ketgan. Ya'ni deyarli hamma studentlar a'lo bahoga oraliq nazoratni topshirgan. Aslida bu fandan o'rtacha ball mana bu yerda aytilyapti, demak 65 gacha bo'lgan. Ya'ni o'rtacha ball 48 dan 65 gacha ball olgan talabalar shu paytgacha oraliq nazoratdanda va bu safar imtihon onlayn bo'lgani uchun professor atalab savollarni ham qiyinroq qilgan. Va yana bitta narsaga professor ahamiyat bergan, javoblar deyarli hammasi bir-biriga o'xshash bo'lgan. Keyin professor o'zini talabalar bilan bitta tadqiqot o'tkazgan, o'zini qo'l ostidagi shogirdlari bilan xuddi shu savollarni olib, ya'ni oraliq nazorat savollarini olib sun'iy intellektga berganda, sun'iy intellekt o'sha talabalarga javobiga o'xshagan javob qaytargan va shundan professor tushungan, talabalar hammasi imtihonni, oraliq nazoratni demak sun'iy intellekt yordamida topshirishganini tushungan. Va keyin nima qilgan professor? Yakuniy nazoratda aytganki, yakuniy nazorat onlayn bo'lmaydi, sinfda kelib topshirasizlar degandan keyin birdaniga talabalarni mana bu yerda aytilyapti, nechtasi 28 tasi umuman kelmagan imtihonga. O'sha 100 ball olgan talabalar kelmagan. Yakuniy imtihon kelmagan, chunki qo'rqishgan, yiqilishini bilishgan va qolgan talabalarda ham o'rtacha ball 40 ga tushib ketgan. Ya'ni tasavvur qilingizda 96 balldan o'rtacha ball 40 ga tushib ketib qolganda va professor tushungan, bolalar, talabalar sun'iy intellekt yordamida professorni aldashganini. Va bu bir bahsni ochib yubordi o'sha akademiyada, umuman professorlar orasida dunyo bo'ylab nima qilishimiz kerak? Mana sun'iy intellekt davrida nima qilishimiz kerak? Qanday qilib endi imtihonlarda yoki qanday qilib talabalarning haqiqiy bilimini sinaymiz? Bu haqida men Kunuzda ham maqola chiqardim yaqinda. Sun'iy intellektga ishonish odamlarni, ya'ni tajribasiz odamlarni aqlli qilmayapti. Ular hech narsa o'rganayotgani yo'q. O'rgandik deb o'ylayapti. Masalan, imtihon topshirdi, 100 ball oldi, go'yoki nimadir o'rgandi deb o'ylaydi. Aslida uni o'zi o'rgangani yo'q, uni sun'iy intellekt qilib berdida. Realni o'sha odam chaqirib 100 gaplashsangiz, kallasi bo'sh bo'lib chiqadi. Mana shunday bahslar boshlandi. Ya'ni sun'iy intellektga qarshi nimadir qilish kerakmi yoki buni qabul qilish kerakmi yoki imtihonlar o'zgarishi kerakmi degan bahslar ochildi. Buni endi kelajak ko'rsatadi. Hozirda bu ochiq bahs. Yana bitta qiziq yangilik, Anthropic Claude'ning fikrlash jarayoni yashiringan joyini topdi. Juda ko'pchilik tushunmaydigan bitta narsa, sun'iy intellekt modellar, misol uchun hozirgi kunda biz ishlatadigan o'sha
til modellari, ChatGPT dasturi bo'lishi mumkin, Gemini dasturi bo'lishi mumkin. Bular orqada turgan modellar ichki fikrlash jarayonini hattoki mana shu modellarni yaratgan odamlar ham to'liqligicha bilmaydi. Ya'ni bu neyron tarmoqlar asosida yaratilgan modellar shunchalik murakkabki, shunchalik katta milliardlab parametrlar asosida qurilganki, uni biz faqatgina chiqishida nima borligini ko'ra olamiz, kirishda nima borligini ko'ra olamiz. Ya'ni kirishda biz qanday unga savol beramiz va chiqishda qanday natijani ko'ra olamiz va mana shu chiqishiga yaqin bo'lgan holatdagi javoblarni ko'ra olamiz. Men yaqinda, demak, ertaga kech kanalida mana shu LLM qanday qilib javob beradi, ya'ni sun'iy intellekt qanday javob beradi degan post chiqardim. O'sha yerda ko'rishingiz mumkin. Sun'iy intellekt qanday qilib so'zlarni taxmin qiladi, qanday qilib keyingi so'zni, demak, oldingi so'zga qarab turib taxmin qilib, o'sha top so'zlarni orasidan to'g'ri kelgan so'zni tanlaydi degan edim. Bu jarayon faqatgina mana shu oxirgi bosqichida bizga ko'rinadi xolos. Lekin bu oxirgi bosqichigacha, ya'ni oxirdagi mana shu top so'zlar kelguncha ichkarida qanday murakkab jarayonlar bo'ladi, har doim ham ko'rinmaydi. Shuning uchun ham sun'iy intellekt ko'pincha black box, qora quti degan tushuncha bor. Ya'ni uni ichida nima bo'layotganini hattoki uni yaratuvchilari ham bilmaydi. Va mana shuni bilishga harakat qilishyapti olimlar, ichkarida nima jarayonlar bo'lishini va bu yerda mana shu JSpace degan model chiqargan, Jacobian lens deb turib, sun'iy intellektning ichida nima borligini ko'rishga harakat qilishgan va bu yaxshi natija bergan. Ya'ni bu bir qismini xolos. Ya'ni sun'iy intellektni bitta o'sha oxiriga yaqinroq bo'lgan qismida mana bu oxirgi so'zlarni, oxirgi natijalarni taklif qilishdan oldin bitta oldingi bosqichda nimalar bo'lishini ko'rishgan. Kutilgan natijalar ham bo'lgan, lekin kutilmagan natijalar ham bo'lgan. Va kutilmagan natijalardan biri sun'iy intellekt gallyutsinatsiya degan tushuncha bor. Ya'ni noto'g'ri javoblar, o'tlab ketishlar bo'ladi-ku, umuman mavzuga oid bo'lmagan narsalarni to'qib chiqarishni boshlaydi. Mana shu narsani bitta joyda ko'rib qolishgan, qanday qilib yuzaga chiqishini, sun'iy intellektdan bitta bug'ini topishni so'rashgan. Bu bug'ni borligini bilishgan. Sun'iy intellekt o'sha bug'ni topolmagan. Topolmagandan keyin ichida o'sha panika degan so'z paydo bo'lgan. Ya'ni sun'iy intellekt go'yoki haligi sarosimaga tushganda va keyin mana shu bug yo'q bo'lgandan keyin, bug'ni topolmagandan keyin foydalanuvchini ko'nglini xira qilmaslik uchun o'zi bug to'qigan, bitta bug qo'shgan, dasturga bug qo'shib turib, keyin o'sha bug'ni topib turib, mana bug'ni topdim deb ko'rsatib bergan. Tushundinglar-a? Demak, aldagan. Va mana shu aldash jarayonini ko'rishgan. Juda qiziq jarayon. Endi ko'pchilikka balki bu texnik tomondan haligi tuyulishi mumkin, lekin men o'zimga juda ham qiziq tuyuldi. Olimlar haligacha sun'iy intellektni ichida fikrlash jarayonini qanaqaligini aniq bilishmaydi. Shuning uchun ham yakuniy javoblarga ishonishda har doim shubha bor. Nima uchun bu javobga sun'iy intellekt kelganini hech kim aniq bilmaydi-da. Chunki u generator, so'zlarni generatsiya qiladi va oxirida qanday natija beradi, lekin bu natijaga kelguncha qaysi bosqichlardan o'tganini bilamiz, lekin qanday qilib o'tganini bilmaymiz. Mana shu haqida tadqiqot demak chiqqan. 7-chi yangilik, Apple kompaniyasi OpenAI'ni texnik sirlarni o'g'irlashda ayblab sudga berdi. Juda ham qiziq holat. Aslida OpenAI kompaniyasi, bilasizlar, qurilmalarga ham o'tmoqchi va bu borada Apple'dan oldinroq ketgan IO Products degan kompaniyaga asos solgan Apple'ni Jony Ive degan dizayner bor. Jony Ive juda ham mashhur odam, bir Apple'dagi bir afsonaviy odamlardan biri. U Steve Jobs bilan birga Apple'ni boshlanishidan, Steve Jobs bilan juda boshidan emas-ku, Apple'ni ikkinchi haligi nima deydi, mana bu iPhone'lar, iPad'lar paydo bo'lish davrida qo'shilgan inson Apple'ga va deyarli mana shu eng mashhur, siz biladigan Apple'ni eng mashhur, misol uchun MacBook'larini, iPhone'larini, hattoki Apple Watch'larini dizaynda bevosita qatnashgan odam. Juda ham mashhur odam va bu odam Apple'dan o'sha Steve Jobs o'lgandan keyin 2009-yilda ketgan. Va bu odam ketgandan keyin o'zini kompaniyasiga asos soldi va bu kompaniyani biroz muddat o'tgandan keyin OpenAI kompaniyasi sotib oldi va birgalikda hozir maxsus bir qurilma ustida ishlashyapti. Bu qurilma nima ekanligini haligacha e'lon qilishgani yo'q, lekin o'sha sun'iy intellekt qurilma. Va endi Apple kompaniyasi mana shu Jony Iveni va uni kompaniyasini Apple'ni ichidagi sirlarni o'g'irlab chiqib ketganlikda ayblayapti. Chunki bu kompaniya Apple'dan yana bir nechta boshqa muhandislarni ham ishga olgan, o'ziga olib o'tgan. Va mana shu muhandislar Apple'ni ichki sirlarini o'g'irlab chiqqan degan da'vo bilan chiqyapti. Ko'ramiz natijasi nima bo'ladi. Juda ham qiziq holat. Aslida Apple o'zini eng mashhur xodimini sudga bergan bo'lib chiqyapti. Xo'p, bu hafta Meta ham bir nechta sun'iy intellekt modellar taqdim qildi va bulardan asosiysi o'sha Muse Spark 1 degan model chiqdi. Bu model kodingda ham yaxshi natija ko'rsatdi, lekin asosiy ham kuchi bu rasmlarni generatsiya qilishda. Ya'ni rasmlar generatsiya qilishda zo'r model bo'ldi va shov-shuv bo'ldi. Shov-shuv bo'lgani bitta sababi rasmlar zo'rligidan emas, balki bu Facebook, Instagramga funksiya bo'lib qo'shildi. Siz birovni rasmini o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni o'sha odam nomini belgilab turib, uni profilini, rasmini sun'iy intellekt yordamida o'zgartirishingiz mumkin. Bu funksiyani qo'shgandan keyin tabiiyki odamlar buni darrov noto'g'ri yo'llarda foydalanishni boshlashdi.
har xil yalang'och rasmlar qilishni boshlashdi va hokazo. Demak, behayo rasmlar chiqarishni boshlashgandan keyin, oradan 3-4 kun o'tgandan keyin Meta darrov bu funksiyani o'chirdi. Instagramdan ham, Facebookdan ham o'chirib qo'ydi. Shu bilan shov-shuv bo'ldi. Lekin model yomon emas. Hozir aytishlaricha, demak, men o'zim hali ishlatib ko'rganim yo'q, lekin nima desam, noto'g'ri narsa bilan shov-shuv bo'lib ketib qoldi-da aslida. Yaxshi model deyishyapti, dasturlashda ham yaxshi model deyishyapti. Ishlatib ko'rib, keyin natijasini aytaman. 9-yangilik ham Meta kompaniyasiga tegishli. Demak, Meta ham biz avvalroq tilga olgan Broadcom kompaniyasi bilan hamkorlikda o'zini sun'iy chiplarini ishlab chiqarish ustida ish boshladi. Qiziq holat, mana hamma katta kompaniyalar mana shu hafta davomida hattoki DeepSeek kompaniyasi ham o'zini sun'iy chip ustida ish boshlaganini aytdi. Meta kompaniyasi undan oldingi hafta, Anthropic kompaniyasi undan oldingi hafta esa OpenAI aytgan edi. Demak, mana tendensiyani ko'ryapmiz. Endi hamma sun'iy kompaniyalar o'zini chipini ustida ishlashni boshlaydi. Meta chiplarini sentyabrdan boshlab ishlab chiqaramiz deb aytyapti va bu yil demak 125 milliarddan ortiq dollar mana shu sun'iy sohasiga investitsiya kirityapti. Kelajakda demak har bitta kompaniya o'zini sun'iy zo'r modeliga ega bo'ladi va bu modeldan samarali foydalanish uchun albatta shu kompaniyaning chiplaridan foydalanishingiz kerak bo'ladi va umuman olganda kelajak shunga qarab ketyapti. Nafaqat dasturiy, balki qurilmalar tomonidan ham kompaniyalar kuchli bo'lishga intilishyapti. 10-yangiligimiz, Amerikada avtomobillarni kuzatuvchi kameralarga qarshi ommaviy e'tirozlar boshlangan. Demak, Amerikada Flock Safety degan kompaniya bor. Bu kompaniya butun AQSh bo'ylab minglab kameralar o'rnatgan. Bu kameralar orqali ko'chalardagi mashinalarning raqamlarini, odamlarning yuzini, demak, Face ID qilgan, raqamlarni taniydigan dastur qilgan va bu tabiiyki o'sha politsiyaga, FBRga va boshqa, demak, o'sha xavfsizlik xizmatlariga doimiy ma'lumotlar berib yuradi va bu narsa odamlarning e'tiroziga sabab bo'lgan. Bu kompaniya ancha eski kompaniya, bu tizim ancha eski tizim. Sun'iy yordamida, demak, kim qayerda yuribdi, doimiy aniqlab turib, hatto mana yozilgan, bir oyda 20 milliardga yaqin o'sha raqamlarni yoki yuzlarni tahlil qilar ekan. Ya'ni tinimsiz bitta mashina masalan bir joydan ikkinchi joyga qayerga bordi, bir kunning o'zida bitta odam masalan yuzlab kameralarga tushishi mumkin-da. Mana shular hammasini ko'rib, ular xavfsizlik xizmatlariga aytib turgan. Noroziliklar bo'lganini sababi bundan immigratsiya tizimi foydalanishni boshlagan. Immigratsiya tizimi demak odamlarni topib, Amerikadan chiqarib yuborish, deportatsiya qilish bilan shug'ullanadi va buning orqasidan ommaviy noroziliklar boshlanib, endi hozir bu kompaniya bilan shtatlar shartnomalarni uzishyapti, chunki Amerikada inson huquqlarini juda qattiq hurmat qilishadi. Hattoki odam jinoyatchi bo'lsa ham hali jinoyati isbotlanmaganmi, demak uni orqasidan poylash mumkin emas. Uni orqasidan nazorat qilish mumkin emas. Uni masalan aniq jinoyatchilik isbotlanmagan odamni poylab, topib, uyiga kirib, uni hujjatini so'rash mumkin emas degan demak tushuncha bor. Inson huquqlari mana shunday himoya qilinadigan davlatda, demak, bu tizimga qarshi chiqishyapti. Endi bu bir tomondan tushuntirish biroz haligi tushunish qiyin biz uchun. Masalan, O'zbekistonda ham mana xavfsiz shahar va qalqon tizimlari bor. Ular ham odamlarni doimiy nazorat qilib turadi va asosan u jinoyatchilikka qarshi kurashda ishlatiladi. Va bizda O'zbekistonda bilsangiz, turli xil masalan raqamini yechib yurgan mashinalar ham yoki umuman radarga tushib, lekin raqami tushmagan yoki ichkaridan Instagramdan o'zining mashinasini syomka qilib haligi tezlikni oshirganlar ham bir pasda topiladi-da. Bularning topilishining sababi mana shunday tizimlar ishlab turishi. Demak, bu tizimlar doimiy nazorat ostida. O'sha mashinani raqamini yechgan bo'lsa ham yoki ichkaridan mashina ichidan rasmga olib nomer ko'rinmagan bo'lsa ham topib keladi. Shuning uchun bu qandaydir ikki tomonlama bir ish. Bir tomondan xavfsiz yashamoqchimisiz, mana shunday tizimlar borligini qabul qilishingiz kerak, lekin ikkinchi tomondan bular ba'zida noto'g'ri yo'llarda ham ishlatilishi mumkin. Oxirgi yangiligimiz bugun Pekin Xitoy sun'iy modellariga xorijdan kirishni cheklamoqchi. Demak, mana endi xuddi AQShda bo'lgan holat Xitoyda ham takrorlanyapti. Xitoy hukumatı hafta davomida o'tgan oyda to'g'rirog'i Alibaba, ByteDance, ZAI kabi kompaniyalarni chaqirgan. Demak, hukumat chaqirib turib, bu kompaniyalar bilan top modellarga Xitoydan tashqarida cheklov qo'yishni muhokama qilgan. Hali cheklov qo'yilgani yo'q, lekin ularda ham xuddi shu xavotir bor. Odamlar bu sun'iy, ya'ni biz aytdik, sun'iy bu suverenitet masalasi, kuchli sun'iy davlatni ham kuchli qiladi va mana shunday kuchni Xitoy ham endi cheklamoqchi. Sekin-astalik bilan mana bunday kuchli modellarga ustidan nazorat qo'ymoqchi va ularni chetga chiqib ketishini, xorij fuqarolari foydalanishini oldini olishmoqchi. Demak, ko'rib turibmiz, global tendensiya shunga qarab ketyapti. Biz ham mana shu kelajakni kutmasdan turib o'zimizning sun'iy modellarimiz ustida ishlashni boshlashimiz kerak. Mana shu narsa juda ham muhim. Bunga davlat ahamiyat berish kerak, bunga katta xususiy kompaniyalar ahamiyat berish kerak. Bizda ham OpenAIga o'xshagan yoki o'sha Xitoydagi Alibabaga, DeepSeekga o'xshagan kompaniyalar o'z modellari ustida ishlashni boshlashi kerak. Mana shunday agar xavflarni oldini olmasak, kelajakda biz 3-davlatlar qatorida kuchli sun'iy bilan qolib ketamiz.